Meni kuzatganlar juda ham yaxshi biladi. Men Hiro tog'iga chiqdim, ya'ni ilk Qur'on nozil bo'lgan tog'ga va ilk Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilk Qur'onni tilovat qilgan joylarga chiqdim. Mana shu toqqa chiqqanimda mendan odamlar xafa bo'lib qoldilar va meni ichim qanaqadir g'alati bo'ldi. Bilasizlar, chunki meni odamlarni bir yoq qo'llari va bitta oyoqlari ishlamaydi, ya'ni invalidlar, ikkinchi guruh nogironlar. Shu sababdan o'zim, ya'ni 4-olim soat bo'lib turib, 2,5 soatda chiqib, 2 soatda tushganim uchun odamlarni xursand qilish uchun boshqa tog'ga, ya'ni manzarali joyga olib keldi. Bemalol ota-onasini xursand qilmoqchi bo'lgan insonlar bemalol Makkaga kelib, mana shu manzarali joyga olib chiqib, bemalol oila a'zolari bilan, ota-onalari bilan o'tirib, taomlanib, mana shu yerdan shom уже quyosh botayotganda bemalol manzarani juda ham chiroyli ko'rib, bemalol namoz o'qisalar bo'ladi, taomlansalar bo'ladi. Eng qiziq, eng chiroyli, eksklyuzivniy joyini aytaman. Bu yerga chiqishingiz uchun til bilishingiz shart emas, chunki shofyorimiz raqamlarini qoldiraman. Ular o'zlari O'zbekistondalar. Ya'ni biz 3 kishi bo'lganimiz uchun bizga 60 riyoldan tushdi. Bitta mashinada 7 kishi chiqsa ham bo'ladi benzinlar, chunki 7 kishiga mo'ljallangan. Shuning uchun bu yerga oila a'zolaringiz bilan kelishni niyat qilgan do'stingizga va mana shu manzarada o'tirmoqchi bo'lgan do'stingizga, yaqin orada keladigan do'stlaringizga tezda jo'natib qo'ying va bu ma'lumot uchun bitta yurakchani qizartirib qo'ysangiz, xursand bo'laman. Masalan